Xo'p, bolalar nima gap, charchamayman. Sizlar ham tuzimsizlar jigarlar. Bugun darsli kanalimizga yana bitta darsli video bo'ladi. Bolalar, videoni boshlashdan oldin aytaman. Video davomida bo'ladigan kamchiliklar uchun hammadan masalan uzr so'rayman. Men bunaqa video ko'p olmaganman. Tak qilib aytaman, bolalar videoga shunday like deb bosib, bitta kommentariyada omad deb addushi yozib qo'ysanglar, xursand bo'laman. Shunaqa darsliklar ko'proq chiqishni boshlaydi o'zinglar uchun. Bolalar kanalda kechagi kuni indikator berdim. Hamma so'rayapti, indikator qanaqa qilib ishlatiladi? Jigarlar, ishlatishni hammasini o'zining yo'li bor. Masalan, misol qilaylik, bizda narximiz bu yerda eng pastga tushib ketyapti bu holatda. Tak ko'rsa, pastga tushib ketyapti narx. Ili bizda eng pastki minimum yo'q bu yerda. Hamma minimumlar yechildi. Bizda eng pastda qolgan minimum shu bo'ladi. Tak, minimum bu yerda, maksimum bu yerda. Narximiz tushib ketayotgan joydagi maksimum masalan 4710 ekan. 4710 dagi maksimumni tortib olib chiqamiz mana. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun chizib ko'rsataman. Mana 4710. Bizdagi maksimum, eng pastda bizda minimum bor. Bu yerdan tortib chiqamiz. Buniki 4502. Ikkita minimumdan maksimumni oldik bozordan. Strelkalarni o'chiramiz. Jigarlar, trend qayerga ketayotgan bo'lsa, masalan, bu yerda selga ketyapti narximiz. Misol, selga bu yerdan kira olmadinglar, lekin yo'ldan qo'shilib olsanglar bo'ladi bu indikator bilan. Bu mana o'zimning indikatorim. Bu yerda men основной 2-3 ta zonalar, kuchli zonalarni o'zimga qo'shganim uchun ishlataman buni. Sarg'aygan ko'pchilik so'rabdi. Xo'p, bu yerda ko'rsanglar bolalar, har bitta zona narx tushib kelayotganda o'zi sizlarga обязательно dalifka uchun, entry uchun, kirish uchun xod tashab keladi. Mana bu yerda yana bitta mana selga dalish narx tushib kelyaptimi, selga shu yerdan kirib olsanglar bo'ladi. Agar bu yerdan sel ushlagan bo'lsanglar, masalan, kanalga video tashab qo'yman, o'zim $5 dan $75 foydaga chiqdim. Xuddi shu joydan bayiga pozitsiya ochdim. Screenshot ili videosi bor, kanalga tashab qo'yman ishonmaganlar uchun. Mana shu yerdan men sel pozitsiyaga kirib qolsam, adashib masalan bunaqa narx kuchli oqishini bilib turib, agar kirib olsam, kichikroq balansli bo'lsam, har bitta zonadan dalifga qilib kelaman. Mana bu yerda yana bitta bizda zona bor, dalifkaga zona beryapti. Bu yerdan yana qo'shaman, bu yerdan yana bitta qo'shaman, bu yerdan yana qo'shaman, bu yerda yana dalifkaga o't. Ili eng oxirgi razvorotdan xuddi narxni o'zida bo'lyapti. Oxirgi masalan internetda o'zingizlarga ham ko'p bunaqa videolar chiqsa kerak, sniper entry olib ozgina balansga kattaroq lot bilan yokida 3 dan ushlab qo'yadi. Yaxshi foydada turadi-da, ko'rib turib biladi. Unaqa balansga bunaqa ish qilish nevozможно deb o'ylaysizlar. Lekin qilishning iloji bor. Mana xuddi shu indikator bilan mana bu indikatorda mana ikki xili bor. Men sizlarga shunisini berdim. Mana o'zimniki ham mana. Farqi yo'q. Mana tushib kelyapti narx. Xuddi shu joydan dalifga, bu yerdan dalifga farqi yo'q. Ishlatishni bilsanglar bo'ldi. Bu zeleniy zonalar, masalan, zeleniylar narx tushib kelayotganda ko'proq dalifga qilsanglar bo'ladi. Ili narx tepaga chiqsa ham razворотni ushlab beradi sizlarga. Bu yerda mana eng oxirgi qizil zonamizdan narx orqaga razворот olyapti. Bu yerda mana xuddi shu joydan entry qilingan holatda ham stop loss yo'q bo'ladi o'zi. Bu strategiya bo'yicha endi stop loss bo'lsin ham deylik hozir. Rasa avj olgan 10 pip stop loss, 20 pip stop loss deb turib. Mana bizning zonamiz tak necha to'g'ri kelyapti? 4510 ga to'g'ri kelyapti. 4510 dan mana bay kirganinglarda 2 punkt stop loss bo'lsin. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin, stop lossga даже yaqinlashmagan narx. Уже prям 3 dan ushalyapti. Bu yerda bizga chiqib berayotgan zonasi 4000 hop 567 ga chiqyapti ekan, 55 punktli ushlab beryapti. Bu degani eng kichkina lot bilan entry qilinganda bu xuddi shu holatda mana bu yerdan eng kichkina lot bilan bayga pozitsiya ochganinglarda sizlarda 001 ga bitta pozitsiyaga $55 foyda bo'ladi. Bir donaga. Agar 3 ta 4 ta kirib qo'ysanglar, masalan $10 balansga 3 bo'lsa, sizlar kirib olsanglar bo'ladi. Bu yerda normalniy lot ili normalniy foyda bo'ladi. Masalan 01 bilan yoki 001 bilan dalifga qilib chiqsanglar bo'ladi. Chunki sizlarda glavniy pastga ushlab olganinglar bo'ladi, tepaga qarab dalifga qilib chiqsanglar bo'ladi. Tak. Yana orqaroqda ko'pchilik ko'rsatib bersam qiziq bo'ladi. Bu yerda mana real momentni o'zingizlarga mana xuddi shu joyda mana bu yerdan signal berdim. 4535 30 mana endi zonadan ozroq impuls kuchli payt chiqib ketib qolsa, ozroq impuls bo'ladi. 2-3 punkt strafovkasini olib qo'yinglar. Mana 4530-35 dan bay berganman. Narximiz 400 pipga uchish qilib beryapti 72 gacha. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin jigarlar. Prosta bozordan issiq foydani olib qochadigan indikatorlar bu. Sizlarga pulli yo bo'lmasa boshqa narsa demayapman. Mana narx bu yerda chiqib ketsa ham 4502 ni minimum qilib yozadigan bo'lsanglar, ishlab berganini qaranglar bu yerda ham mana. Mana narx o'zi bizda tak bu yerda ko'rsataylik mana. Bu yoqni qirqib yuborib, bizga bozor mana oxirgi minimumni berdi. Mana biz minimumni bu yerga yozyapman. Tak, buni 5x qilaylik. Minimumni yozyapman, mana narx bu yerdan razворот olyapti. Men shu yerdan mana bayga kirdim deylik. Tak. Mana sen shu hech tushuna olmadim shunga. Xo'p, shu yerdan men bayga kiryapman mana. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Uje
narx tepaga harakatni boshladi. Yana bitta zonaga tushyapti. Xuddi shu zonada yana razvorot. Sekin tepaga harakat. Uje mana chiqdi narximiz. Prям 3dan narx bu yerda qaytib ko'rmadi mana. Yaqinlashtirib ko'rsak, ko'pchilikga qiziqda bu narsa hali VIP kanalda boshqa narsalarda ko'rib turib olib, ko'pchilik buni Fibonacciga o'xshatyapti. Jigarlar, buni ishlatinglar, Fibonacci ishlatmaysizlar. 100% gapimga javob beraman. Fibonacci umuman ishlatmaysizlar. Endi tasdiq sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu yerdan bayga kiryapsizlar, 4510 dan уже narx tushib kelgan holatda ham 4512 ga tushib chiqyapti. Уже 10 ga qaytib tushmayapti. 10 dan bayga kirdinglar, bu yerda narximiz уже harakat olyapti 42 gacha, 32 punkt. Dalish buni bu yog'iga ko'ramiz. Уже zonada mana ko'rishinglar mumkin, zonada уже razvorot oldi narx. Bu yerdan yana bayga qo'shilsa bo'ladi. Bu yerdan yoki bu yerdan mana ikkita zonadan bayga dalifga qo'ysak bo'ladi. Mana oy onasini emsin bu chiqib ketishdi qaranglar. Billat mo. Kayf qilaman-da boru, mo. Qaranglar ikkita zonada o'zi razvorotga dalifkaga xod beryapti. Billat. Az ko'rsataman yana. O dalifkaga berayotgan xodni qaranglar, kirib olish uchun. Prям sniper entry. Bu yerda stop loss yo'q. Bu yerdan entry qilib qo'yasizlar, bu yerdan dalifkaga olasizlar. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Yana chiqib ketadi. Bu yerdan yana narx orqaga tushyapti, bu yerdan selga beryapti. Selga bu yerdan kirsanglar. Endi bu yerda asosiy scalpni zo'r tushunadiganlar uchun berilgan. Masalan, o'zimdan misol qilaylik, men ko'proq mana o'sha yerda selga zona bersa selga kirmayman, chunki bu yerda ushlaganlarim men просто kutaman kattaroq punktga yoki yaxshiroq yurishiga, yaxshiroq lot bilan ushlayman, bo'ldi. Maksimum 40 punkt, 50 punkt olaman, bo'ldi. Bozordan chiqish kerak-da bunaqa holatda. Bu birinchi dalifka zonaga berdi, ikkinchiga yana zona beryapti bu yerda. 20 dollardan men o'zim mana 5 dollardan bayga entry qilganman. Telegramda videosini tashlab qo'yaman. 75 dollar foydada turadi oxirgi kuni. 3 ta entry qildim shekilli 001 dan. Mana hozir yana dal chiqib ketishdi qaranglar. Xo'p. Ketdi. Davay bayga bay. Oy mo zonani berayotganini qaranglar. Zonadan qaytib berganini qaranglar. O zonadan mana xuddi shu joydan. Endi lotga qarabda bolalar nafs kontrol qilsanglar har bitta sohada, har joyda pribul qilsanglar bo'ladi. Mana biz shu joyda narximiz qancha yuryapti? Bizda bu yerda mana 4574 dan 62 gacha 120 pips 12 punkt. Даже VIP kanallarda beriladi 12 punkt. 120 pips yopinglar deb qo'yadi. Yana bu yerda yana zonadan yana razvorot olyapti. Bu yerda nafs kontrol qilsanglar bo'ldi bolalar. Bu yerdagi baylarni ham ishlasizlar yo'lda har bitta sel zonadan dalifga qilib olib tushish kerak. Bo'ldi, все, mana masalan bu yerda 50 dollar bilan kirdinglar. Agar yaxshi kontrol qilib olib kelsanglar 300-400 yopasizlar. 100% gapimga javob beraman. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. Tak bu yerda bizda ozroq trendli liniyaga zonamiz bor edi. Zonani ozroq buzib o'tgan bu yerda. Lekin selgan prem sniper entry 3dan ushlayapti. Dalish ko'ramiz endi. O'zinglar bilan. Tak har doimgidek zon trend buzildi. Уже selga narximiz zonagacha qaytib berdi. Selga bu yog'iga ketdi. Oy bu yog'iga dalish chiqib ketib qopti. Zona buzildi, zonagacha qaytib bo'ldi. Bu yerda narximiz ozroq chiqish qilgan tepaga qarab. Buni ham hisobini olamiz bolalar. Bu yerda necha punktli o'tish qilyapti? 50 dan 46 gacha 40 pipsli narximiz pastga qaytib o'tdi. Shuning uchun 3-4 punkt strafovkasini olinglar. Ba'zi birga paytlar shunaqa sniper entry uchun ham bo'lib qoladi. Men mana masalan bu yerdan entry qildim, bayga dalifga qilib chiqyapman. Bu yerda narxim hali bu joyni ko'rmadi. Bu yoqqa prям uchyapti tepaga qarab. Bu yerda zonadan qaytyapti, zonagacha tushyapti, dalish chiqib ketib qolyapti. Tak, ko'ramiz. Chiqib ketishdi qaranglar. Onasini emsinmi? Uchini qaranglar, ushashni qaranglar, narxni zonani. Bo'ldi, ketdi. Oy. Razvorotda ham olib beradimi bu? Tepada bizda oxirgi zonada narx ozroq o'ynadi, bilgan bo'lsanglar. Bu yoqqa ko'ramiz. Chiqdi. Uje yana orqaga qaytib bordi. Ko'rgan bo'lsanglar, yana xuddi shu joyda sniper entry, yana bitta bayga dalifga. Jigarlar har bitta zonada sizlar uchun maksimum dalifga berib ketadi narxim. Entry qilsanglar bo'ldi deyapman. Просто yangi treyderlar uchun ili bu narsa tekin, hammaga pulga, masalan, boshqa narsa sotayotgan odamlar bor, lekin sizlarga просто tekinga beriladi-da. Bo'lmasa jigarlar, hammaga rahmat. Bozorda shu основной kattaroq minimumlar maksimum olishni sizlarga tavsiya qilaman. Hali yaqin kichkina minimum maksimumlarni olmanglar, o'zingizlar bekordan qiynab qo'yadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Tak, hozir men sizlarga основной bitta minimum maksimum olishni o'rgataman. Tak.
simulyator rankda o'chiradigan bo'lsak, hozirgi holatga olib kelib beradi narximizni. Mana bu yerda bizda eng pastki narximiz tushib ketyapti. Minimumga yechildim, уже oxirgi tushib ketayotgan maksimumni olasiz 4710. Bu yerda eng pastki minimum 4502. Narx ko'rishlar mumkin. Prosta bozor charxpalak qiladi bu indikator. Jigarlar, videoga like bosishni esdan chiqarmanglar. Indikator kerak bo'lsa Telegramdan admin yozinglar. Adminimiz sizlarga tashib beradi. Muhimi bepul. Pul deb o'ylamanglar. Hamma treyderlar masalan internetga narx sotishsa sразу pulga ketmaydi. Bu sizlarga tekin. Foydani olinglar vaqtida. Jigarlar, kanalda yangi bo'lsalar podpiskachani bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.